Kerak emas deb bo'lmaydi. Kerak sportniy payti isbotlash uchun çok kerak. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun yakshanba, biz Sergeli mashina bozoridamiz. Bugun biza Kia Seltos, Sorento va Sportage modellarini ko'rib chiqamiz. Xudo xolisa, video boshlanmasdan oldin bitta laykchani bosib qo'ying. Bu biza kanalning rivoji uchun juda muhim. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, обязательно obuna bo'lib qo'ying. Tak, atsak har doim Germetikadan boshlaymiz. Germetika bu aytgan har doim aytganimizda yana sariq bo'ladi, kesik bo'ladi aytdi. Zavod yana pufrichada bor. U zavodskoy. Volt joyida, u ham joyida turibdi. Bu ham joyida. Demak, atsak kapotni ichi yaxshi, toza turibdi. Germetikamiz jирный такой qalin bo'ladi. Zavodniki bu zavodda quyadi. Moshinaga quygan. Atsakni ko'rib chiqdik. Ichlari zo'r turibdi. Germetikalar joyida, boltlar chashkalarning joyi turibdi. Hech qayerda bura olmagan, toza turibdi. Atsak tekshirishimizning holati shunaqa bo'ladi. Shu germetikamiz kesik bo'ladi, germetikalar qalin bo'ladi. Unisini bunisiga solishtirish kerak bo'ladi. Qarab o'tganda shunda nimaligi bilinadi. Hozir ikkala taraf bir xil quyilgan, chiroyli turibdi. Germetika plavni ketyapti. Oyog'ida ingichka bo'largan. Yo, qalin bo'largan. Zavod haqida gaplashyapmiz. Yog'i ingichka bo'largan. Bu eslatib o'taman, Kia Sorento mashina. Mana qarang Husan aka, hamma bozorda mashina olishni biladi, misol uchun. Biladi, qisman ko'rib biladi, lekin rasmiy salondan kafolatlangan mashinani olishi qanchalik osonligini bilarmisiz? Yo'q, garantiyasi bilan bormi? Bor shunaqasi. Mana avtoelonniki okalar, mana oldin alohida qidirib yurardingiz, eslasangiz. Misol u salonga borasiz, bu salonga borasiz, narxlarni solishtirasiz, vaqtingiz ketadi, solishtirishga ham qanaqadir hisob-kitobga chalkashasiz, bilmay esingizdan chiqib ketadi. Hozir avtoelondagilar nima qilgan? Mana endi avtoelondagilar rasmiy diler bo'limi paydo bo'lgan. Bu yerda misol uchun O'zbekistondagi istalgan avtosalondan rasmiy avtosalonlarni bitta prilojeniyani o'zi ko'rish mumkin. Hammasi oddiy. Misol uchun mana bo'limga kirasiz, misol uchun avtoelon deb izlaysiz. Avtoelon. Mana chiqadi. Mana rasmiy diler bo'limiga kirasiz. Deylik, misol uchun mana haval yoqdi sizga, to'g'rimi? Itogisini ko'rib chiqasiz hamma joyini-da. Misol uchun tanlagan mashinangiz bo'yicha menga qo'ng'iroq qiling deb salonga yozdirasiz. Mana nomeringizni qoldirasiz. Mana misol uchun 99lik 840 63 80. Men nomerimni misol uchun yuboraman ular. Yuborasiz. Ular sizga qilishadi. Qanaqa to'lov turida belgilashadi. Misol uchun persiyani farqi yo'q. Kelishasiz, shartlarni batafsil sizga hammasini tushuntiradi. Kafolatlangan 100% aniq garantiya bilan berishadi. Ishonchli ekanda bu. Ishonchli. Xullas, agar kimga shunaqa priloyeniya kerak bo'lsa, pastda opsiyasini ham qoldiramiz. Avtoelon o'zidan yangicha rasmiy diler bo'limi paydo bo'ldi. Shu o'rda. Chotki. Mashina tiniq ekan. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz 2023-yil. Toza. Top-toza chiqdi. Toza. 70 ming probekda nomerlarni qoldiramiz. Bu mashinamizga 32,5 ming so'rashyapti. Navbatdagi mashinamiz Kia Sorento mashinasi. Bu yangi chiqqan varianti. Hozir tekshiramiz. Oxirida nomerlar bilan probegi va narxini aytib o'tib ketamiz. Ishlari yaxshi ekan. Altrogan bu. Bunda ham mana metkalari bor. Nasibsini. Nasibsin hammaga shunaqa mashina olish. Yaxshi mashina. Chin dildan niyat qildik mana shu. Bir 213 mingta podpисчигimizni har bittasi bundan-da zo'rlar. Zo'r. Eng kamida mana shu mashina nasib qilsin. Ilohim. Nima bor Husan aka? Tozami hozircha? Hozircha yaxshi ketyapmiz. Buni xatlariga e'tibor berish kerak, aytmayapsiz-ku podpисчиklarga. Sorento olaman deganlarga nima qilish kerak ular? Lekin bularning plyus-minuslarini aytib keting, kraska atsinko o'yinmi? Yo'q, bular ham atsinko o'yini bo'ladi, kraskasi. O'sha hammasi germetikaga bog'liq, germetikaga e'tibor beradi, ikkiga. Mana hozir eskisini tekshirdingiz-ku hozir. Kuzov qaysi biri zo'rroq kuzov taraflama? Nima o'zgarish sezdingiz yangisi bilan eskisi? Yangisini shu oldilarda bamperlar boshqa bo'ladi, qolgani bir xil turibdi. Komplektatsiyada bor-da. Komplektatsiyada farqi bor shu. Ichidagi funksiyalar. Ichida, mana parogida aytadi, misol uchun oldi bamper boshqa turlichiroq chiqqan, shularga farq qoldi-da. Bu zo'rroq deyman-a. Endi yangicha chiqqan, yangi ichlarini navorot qilishgan. Mashina toza chiqdi, bu ham toza chiqdi. Yo'q, ham toza. Mana bu boshqacha ochilar ekan. Degan. Yana shu luchogini ochib,
Aha. Mana shu bundoq tekshirish kerak bo'ladi. Agar chiroyli qilib laki bir xil bo'lsa, demak yaxshi. Agar sepilgan bo'lsa, shu yerda ozgina bilinadi. Jimir-jimir bo'lib qoladi yoki iz bo'lib qoladi. Bu yerda butun turibdi xalos. Aha. Ikki mana shu qirralari bor, shu qirralarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agar qanot sepilgan bo'lsa, mana shu yerda qanaqadir nimasi bo'ladi? Sepilganligini alomati bo'ladi, ko'rish kerak bo'ladi. Bu yerda hozir yaxshi turibdi. Aha. Keyin sepilish guliga qarash kerak bo'ladi. Ancha uzoqroq turgan mana qara. Mana pudralar bor-ku. Aha. Jimir-jimirga yoki attenkasiga qaraladi, rangiga qaraladi. Seziladi. Bir xillarda pudra ko'payib ketib qoladi, sepgan bo'lsa, kamayib ketib qoladi. Shularga e'tibor beriladi. Xo'p, mana bitta savol beraman, qarang. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol-da, mana aytishadi, shunaqa ustalar bor, kommentariyada yozishadi. Mana tasavvur qiling, dahshatli usta birga bir qilib sepdi. Topolmaysizmi? Qayerdadir minus bo'ladi-da. Baribir bo'ladi, baribir topasiz. Shuni chatini tekshirish kerak. O'shanda bilasiz. Lekin topsa bo'ladi, baribir. Topsa bo'ladi. No, boyagi holatlarda perxod qiladi, boshqa qiladi. Shunda voy tavsiyalar kerak bo'ladi. Keyin ozgina joyda nimadir qolib ketgan bo'ladi, bor o'shani qilib topish kerak. Shunda e'tibor bilan qarashimiz kerak. Tak o'tib ketsang, yemaydi. Ha. U seziladimi? Seziladi mana, aytaman, gulida seziladi mana. Birga bir o'xshatsa-chi. Sezilishi mana rangida, agar perxod qolsa bilinmaydi, keyin guli bir xil bo'ladi, shagrinida bilinadi. Baribir shagrin chiqara olmaydi. Shagrin bir xillarda o'xshaydi, bir xillarda o'xshamaydi, har xil bo'lib qoladi. Shu shagrindan tekshirib chiqish kerak bo'ladi. Tiniq. Toza. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz top-toza chiqdi. Toza chiqdi. Ichi qat endi bitta-ikkita joyda karandash tekkizgan joylari bor. Chaqasini tosh tegan bo'ladi. Chiqib bor ekanda. Bu mashinamiz 14000 probekda 2024 yangi versiyasi, Sorrento'ning yangi versiyasi. Bu mashinamizga 51000 so'rashyapti. Kimga qiziq bo'lsa, nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bizning navbatdagi mashina Kia Sportage X-Line full pozitsiyasi. Hozir ko'rib chiqamiz. Narxi bilan probegini oxirida aytib o'tamiz. Bizda Atsek degan Sportage mana bu seri bo'lar ekan. Usti qora-ku, tim qorada, lakli. Ichi oddiy seriroq. O'zidan ko'ra sal hayot seriroq. Bu ham shunaqa ichi motorni yapsak bu seriroq bo'lar ekan. Germetiklar o'sha plavning qattiq. Guli, pudrani rangi, attenkalari yashil, tushishi bir xil turibdi. Ruchkasi отдельный sepilgan. Bunaqa rang emas, boshqacha. Plastmasda. Bu zavod tomonidan shunaqa. Zavod tomonidan u hech kim uni qo'shib qo'ya olmaydi. Keyin bamper ham boshqacha turibdi, boshqa turibdi. Bamper hisobga kirmaydi. Shu bamperni ham pudrasi yiri yo'q qo'ygan ko'rasiz. Sepilgan ham bo'lishi mumkin. Bamper lekin hisobga kirmaydi. Plus mana 2 xil turibdi. 2 xil turibdi. Bilyapti. Seri bo'ladi, zavod. Seri. O'tda seri qilingan, yog'i o'zini. Shu vannaga shuni aytdingizda kiradi deb to'g'rimi? Vannaga kirganda olib qoladi. Bobamiz ichlari to'g'ri tushdi. Ustilari ham tiniq, plavniy turibdi. Mana bu yerda qarang, bu yoqqa o'tgan. Bu yerda rangi cho'tki turibdi. Pudra bor, unga o'xshab yiri yo'q ketmaganda. Bu o'zining turibdi. Sinch qirilgani qolgan. Qanot ham zo'r. Endi bitta mashina tekshiraveramiz. Razmer zo'r. Mana mashinada katta chiqyapti-da razmer. Sababi kapot ochiladi-da sepayotganda kraska. Shu yerdan ko'proq sepadi-da. Shunda ichiga chang o'tirish uchun shu yerga ko'proq sepilgan bo'ladi. Mashina toza chiqdi, xudo xolasa. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz holati top-toza ekan. Top-toza holatda. Mashinamiz 45000 probekda, 2 litr atmosferniyda. Bu mashinamizga 32000 so'rashyapti, 2023-yil. Kimga qiziq bo'lsa, nomer qoldiramiz, telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Xo'p, bizda navbatdagi mashinamiz o'sha legendarniy, menga yoqadigan K5 mashinasi. Men orzuyimdagi K5 mashinasini tekshirib, sizlarga xulosalarini aytib chiqamiz hozir. Mashinani Atsekidan boshlaymiz. Germetikasi cho'tki turibdi. Boya har doim aytganimizdek, bu Kialarda razrez bo'ladi, razrezda turibdi. Boltlari joyida turibdi, bu ham joyida turibdi. Atsekka o'tamiz. Atsekda shu germetikalarga e'tibor beramiz. Mana shu boltlari buralganmi, yo'qmi? Buralmagan joyida turibdi. Bular shu holatda olib kirar ekan, eshani qilib bir narsalar qilmas ekanlar.
yuvmas ekan. Da. Endi mashinani o'sha qandoq olgan bo'lsa, egasi shundoq holatida olib kelingan. Чтобы ani yuvib, tozalab, ani nimadir bo'lganmi demaslik uchun shundoq turibdi. Endi u tekshirish bizga bor. Biz ketdik. Tekshiramiz. Aha. Germetika joyida, bo'l joyida. Lonjeronimiz yaxshi turibdi. Bu yoq ham uslitillar joyida turibdi. Bu tarafga o'tamiz. Mana shu svarkalari deydi, tochkalarga qaraladi, joyida turibdi. Germetikalardan bilamiz, treshina bo'lmasa, demak hech nima bo'lmagan. Bu yerda treshina butun turibdi. Shularga qarab, ichida ham agar bu narsa bo'lganda shu mana shu kiri ham boshqa bo'lardi, masalan, remont bo'lganda boshqa qolardi. Lekin unaqa emas, bir xil turibdi. Demak, atsak cho'tki turibdi, ichlari yaxshi. Tak toza chiqdi, toza chiqdi. Endi bu yoqqa o'tamiz. Mana buni ichida yaxshi deb abi. shundoq gruntovkada qolar ekan, chekrasi ham sepilmas ekan. Mana bu toza turibdi, ana ular anaqa narsalar qo'ying. Shum понижениеga. Yaxshi. Mana ishdan kilisa qo'yib qo'yibdi, shu nimadir qotiradi shu yerga, bor. Bagajgami? Shu qo'yadi bu. Bekorga emas. Mashina tiniq ekan. Full pozitsiyada o'tdi. Mana Ham panoramami shuni? yo'q. Qora qo'ygan klink. Qora. Shu panoramani effektini berish uchun qilingan. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik, oke. Bu haqida to'liq ma'lumot bera olasizmi mashina? Assalomu alaykum. Mashina GT-Line pozitsiya, 7-8 pozitsiya bo'lardi. Bu GT-Line bezlyuk versiyasi. 360 kamera, HDR displey, обдув, обогрев, память сидений, электронный табло. Hamma narsasi bor, потому что u уже full komplektatsiya hisoblanadi. Yangi akkumulyator, ballonlarimiz svejiy turibdi, kraskasi yo'q, probegi 49 ming halol. Narxi 24500 qilib beramiz. Bugungi syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun Kia'ni Sportage variantini ham, Sorentoni ham, K5 ham ko'rib chiqdik. Sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agarda foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like-ni bosib qo'ying. Bu bizning kanalni rivoji uchun juda muhim. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Biza keyingi videoda nima mashina chiqarishimizni sizlar belgilaysizlar o'rtoqlar. Kommentariyada yozinglar, nima mashina tekshiraylik. Nima mashinaning qanaqa joylarini tekshiraylik. Sizlarga kerakli joylarni tekshirishni o'rgatamiz, xudo xolasa. Hammasini inobatga olgan holatda tekshirasiz, kommentariyada обязательно yozinglar. Xizmatlar bo'lsa, aloqadamiz.